Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda mana shu Mumtoz to'yxonadan Chorsuga kirib kelishimizdagi Novostroykadir. Uyimizda mana shu g'isli domni 9-etajda joylashgan. Narxi $75,000 kelishiladi. 55 kvadrat 2 xona. Bismillah, mana uyimizga ham kirib oldik. Kirishimiz bilan shunaqa katta koridor. Hamma xonalar razdelniy, to'pli polli bo'lgan ekan. Birinchi mana o'ng qo'lli sanuzeli. Keyingisi yana bitta xona. O'ng qo'lli ikkinchi eshikda spalnisi. Mana glavniy eshikdan to'g'riga kirib kelganingizda kuxnyasida ham tayyor mebellari bor ekan. Xo'p, glavniy eshikdan kirib kelganingizda chap qo'lda zal. Zalimizdan polni remont, mana konditsionerlari ham bor. Radiator ham bor ekan, cho'pli poli ham bor. Ana zalimizning bu tarafdan ko'rinishi. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profildagi nomerga aloqaga chiqaveringlar. Spalniyamizdan tashqarining vidi mana shunaqa panoramli oynalarda reshotkalari qo'yilgan. Mana Mumtoz to'yxonalari ham ko'rinib turadi.